Sizga kesib aytalaymanki, siz maningdek yaxshi tish pastasi ishlatib bakmadingiz. Endi mal yago sotadigan boshqa do'stlarimiz meni tillab ketmanglar. Tillab ketsanglar ham ko'nglim qolmayman. Mening tish pastamni o'zingiz bir qitim ishlatib yiqib, his qilib baksangiz, nima uchun shunda deganligimni siz bila olasiz. Men shu tish cho'tkisi bo'lsin, tish pastasi bo'lsin, o'zimning talab intayin yuqori. Shuning uchun men man tanlaganda bek ko'p jihatini o'ylab chiqargan. Tish cho'tkalariga ba'zilari bek yumshoq, pakizazlayolmaydi. Ba'zilari bek qattiq tishlaringizni asrayolmaydi. Qili inchga hem tishingizga ziyon yetkazmaydigan, hem bek pakizazlab bergan tish pastasi topaq. Bek tesken, uning uchun tirishyapman. Tish cho'tkisi uchun. Endi tish pastasi degan tuqqanlarimizga, ma'u tish pastamizni siz ajoyib yaxshi ko'rib qolasiz. Mayli ta'mi, mayli tishingizni tozalab berishi, mayli pufriqi, mayli ma'ning ronglansi, mayli bahos jihatdan bo'lsin, sizga birinchisini berdim. Undan so'ng ip bakmagan tuqqanlarimiz ishiltib beqqanlar ba'zi bek muvaffaq. İşiltib bakkan tuqqanlarimiz o'zinglarninki bir his qilganlarini yozib qo'yinglar. Yaxshi bo'lsa yaxshi bitim. Yaxshi ko'rmagan bo'lsanglar yaxshi ko'rmagan bitim. Har qanday inkasni qabul qilaman. Inkasni yuvib etmayman. Yaxshi bo'lsa yaxshicha, yomon bo'lsa yomoncha. Undan so'ng sizlarning inkas rayini saqlayman. Tishingizni bek pokiz tozalab yurdi. Og'zingizni mislik qildi. Tishingiz degani o'zingiz bek yaxshi ko'rib qolsiz. Pufriqini bek yaxshi ko'rib qolsiz. 339 qo'y 200 gramdan chiqadigan tish pastasi. Men nurg'un oilalarım mal chiqarib bakkan, tushundigan malni ağaçlarım deb ketneri kichikroq qilsam bo'lmasmidi, kichikroq qilsam bo'lmamdi. Tez-tez tugab kesqaq chiq oladi deb. Lekin men dedim, "Acha men kichiklatmasam bo'ladi." Lekin bozorda yago degan bekchiq, mening qo'g'in tamlik 200 gram alayidiki bo'lish kerak. Hem furuqini ishlatgandan keyin tuqqanlar yaxshi ko'rib qoladi o'sha do'stlarimiz. Uningkin ham chiqgan basim bek muvofiq ekan, furuqim bek yaxshi ekan. Narinkini ishlataychi narinkini deb qolsa ajab emas deb yana 200 gram qildik. Ikkinchi qatimliq malnimi. Endi yangi mallarim kelyotdi, yangi puroqki bek bez puroqdiki. Siz xohlagan hammadan topa olaysiz. Ham bek yaxshi ko'rib qolasiz. Bek pokiz tozalab berdi. Unumi yaxshi, bexatar, bahosi muvofiq alalaydigan tish pastasi. Buningki o'ylasangizlar meningki esingizga keladi. Shunga ishonamanki, kapolat beramanki, kesib aytalaymanki, siz bek yaxshi ko'rib qolasiz. Men tish pastasini ajoyib yaxshi ko'rib qolasiz. Hammanglar ishlasanglar bo'ldi. Butun bir oylik ishlar ishlasanglar, ammo bir tal yagovni chiqqan oyoq ishlatmayman, o'zimning ishlatganim. Yolg'iz ishlatmayman, net joyni oyoq tugimi deyman tuqqanlar. Her yerlik basam tatvatıma. Şunu tavsiyelerim mağ qıptımda çıkıdı bana. 3 jaga 39 koy. Basımı bek muvafiq, amma bek yaxshi ko'rib qolsalar, işilib beqanlar chiqarib qo'ydim aytsanlar.